Assalomu alaykum hammaga. Mana fanlarimiz Xitoydan kelgan edi. Xitoydan kallar yuborib berishdi. Bu bilmayman eski texnologiyami, yangi texnologiyami. Ko'rib turgan fanarilar suv bilan tuzni eritmasiga ishlar ekan. Mana oddiy suv ko'rib turganingiz, oddiy suv. Ichida yonkiskak mana tuz solib qo'yganman. Mana hozir ko'rsataman. Yonmayapti. Mana ichiga o'sha suvni soldim. Yapamiz. Chaqatamiz. Oh, mana. Qalay, nima deyapti? Teppa-tekinga fanarik. Teppa-tekinga. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham yarki. Bittasini bundan svet ketgan payt osib qo'ysanglar, turadi mana. Xitoyliklarning aytishi bo'yicha, o'sha 2 qoshiq tuzga bu 160 soat yonar ekan.